Diqqat! Barcha O'zbekiston xalqi diqqatiga. Hozirgina ajoyib xushxabarlar tarqaldi. Tezda barcha O'zbekiston fuqarolari xabardor bo'lishlari shart. O'zbekistonda endi soliq puli to'lamaysiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, 2030-yil 1-yanvarga qadar nodavlat maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari barcha soliqlardan ozod etildi. Bu haqda ta'lim sohasida xususiy sektor ishtirokini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarorida so'z boradi. Unga ko'ra, nodavlat maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari barcha turdagi soliqlardan, ya'ni bundan ijtimoiy soliq mustasno va yig'imlardan ozod qilindi. Ushbu muassasalarda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan chet el o'qituvchi va mutaxassislari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va ijtimoiy soliq to'lamaydi. Shuningdek, 2030-yil 1-yanvarga qadar nodavlat maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarining quyidagi O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan tovar jihozlariga bojxona to'lovlari to'lamaslik ham belgilandi. Bojxona rasmiylashtiruvi uchun yig'imlar bundan mustasno. Zamonaviy o'quv va laboratoriya uskunalari, kompyuter texnikasi va dasturiy mahsulotlar, o'quv va ilmiy metodik adabiyotlar, anjomlar va adabiyot texnika resurslar. Eslatib o'tamiz, 2025-yil 1-yanvardan boshlab nodavlat ta'lim tashkilotlariga doimiy jalb etiladigan pedagog xorijiy mutaxassislarga A2 o'qituvchi kirish vazifasini berish yo'lga qo'yilgan. Davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari tomonidan xorijdan jalb qilingan mutaxassislarga mehnat qilish huquqini beruvchi tasdiqnoma berish yig'imi miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan 1 baravarigacha kamaytirildi, deyiladi xabarda.